Dasturimizni mahalliy sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Andijonda yanvar-mart oylari mobaynida o'tkaziladigan hokim olimpiadasi 2 bosqichda mintaqaviy saralash va viloyat final bahslarida Prezident olimpiadasida qatnashuvchi eng munosib nomzodlar ham shakllantirib boriladi. Musobaqalar viloyat markazida eng chekka hududlardagi 13-14 yosh o'g'il-qizlarni qamrab olayotgani bilan ham ahamiyatli bo'lib, ular sportning 17 ta turi 20 ta yo'nalishida o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishmoqda. Dzyudo bellashuvlaridan muxbirimiz Muzaffar Karimov xabar beradi. Andijon viloyati hokimi olimpiadasi doirasida dzyudo bo'yicha musobaqalar Bo'ston tumanida yuqori saviyada tashkil etildi. Bellashuvlarda viloyatning shahar va tumanlaridan kelgan 250 nafarga yaqin o'g'il-qizlar ishtirok etib, 20 ta vazn toifasida g'alaba uchun kurash olib bordi. O'g'il bolalar o'rtasidagi bahslar ayniqsa qizg'in kechdi. Jalaquduq tumani vakillari 35 kilogramm vaznda Shahriyor Aybekov, 38 kilogrammda Ozodbek Muhammadnazarov, 42 kilogrammda Muhammadali Tursunboyev, 66 kilogrammda Murodil Muqimov hamda 73 kilogrammdan yuqori vazn toifasida Behruz Rafikov g'oliblikni qo'lga kiritdi. Asaka tumani vakillaridan 46 kilogramm vaznda Muhammadiyor Ibragimov, 50 kilogramm vaznda Fazliddin Odiljonov g'alaba qozondi. Andijon shahri vakili 55 kilogramm vaznda Yaroslav Karjayev birinchi o'rinni egalladi. Oltinko'l tumani vakili 60 kilogrammda Mavlonbek Hakimjonov, Paxtaobod tumani vakili Ahmadjonov 73 kilogramm vaznda g'olib deb topildi. Qizlar o'rtasida 10 ta vazn toifasida bellashuvlar bo'lib o'tdi. Marhamat, Oltinko'l va Paxtaobod tumanlari vakillari faol ishtirok etib, g'olib va sovrindor safidan joy oldi. Musobaqa yakunlariga ko'ra, dzyudo bo'yicha 2012-2013 yillarda tug'ilgan kichik o'smirlar orasidan Andijon viloyat terma jamoasi shakllantiriladi.